Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Bugungi kunda xalqda keng tarqalgan o'sma va saratonlar, xotirani pastligi, sovqotishlik o'ta ham kuchayib ketdi. Xalq bundan aziyat chekayotgan bo'lsa, shunga eng samarali bo'lgan narsani tavsiya qilmoqchimiz. Bu homiladorlarga va oshqozonida yarasi borlarga qat'iyan mumkin emas. Bu nima desangiz, xalq tilida tarqalgan, qadimda unutilgan talxa degan mahsulot. Rus tilida garchitsa bo'ladi, o'zbek tilida talxa bo'ladi. Aktyorlarda nihoyatda serob. Xotirani yaxshilaydi, saratongacha dori va sog'likni ketkazadi. Qo'shimchalarni internetda ko'rsangiz bo'ladi bunga. Demak, shuni tavsiya qilamiz. Buni hali davomi rosa ko'p. Sizlarni albatta qo'llab-quvvatlashlaring bilan bularni yoritib borishga harakat qilamiz. Telegram kanal bor. Kimga bu ma'lumotlar qiziq bo'lsa, shifo deb yozib bog'lansanglar, albatta konsultatsiyani beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.